bizga yaqinda Andijon viloyati Asaka tumanidan zakazimiz tushdi. Yangi do'kon ochildi. 850 kvadrat metrga ega do'kon Asaka tumanida 4 ta kassasi bor. Bozorcha deb nomlangan do'koni. Akamiz xohlayotgan narsalari полностью analitika. Qaysi tovarlari qancha foyda olib beryapti, nima tovarlari zo'r sotilyapti, ko'proq nimadan foyda ko'radi. Bundan tashqari dostavka yo'lini qo'yib berish kerak edi. Misol bemalol oziq-ovqat produktlarini dostavkaga chiqara olinglar. Uzun tezkor, Yandex orqali va boshqa slujba dostavka orqali bemalol klientlarga olib borib bera oladi. Oziq-ovqat do'kon 21-asr hozirgi payt dostavka juda ham ko'p foyda olib beryapti klientlarimizga. Shunga shunaqa zaproslar tushyapti. Undan tashqari klientlar uchun накопительный sistema, faoliyat kartasi, bemalol u sistemani ham ulab berdik. И также платежный sistema. Bemalol kartasiz telefonning o'zidan to'lov amalga oshirish, Click, Payme, Uzum bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga ham xuddi shunaqa xizmat ko'rsatib bera olamiz. Akamizga kattakon rahmat bizga ishonishlari uchun shunaqa sistema yaratib berishga. Bemalol sizda ham shunaqa do'kon yoki undan kichkinaroq do'kon bo'ladigan bo'lsa, siz ham bizga shu nomerga telefonga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bemalol sizga ham shu xizmatni qilib beramiz.